Assalomu alaykum yaqinlar. Ko'rayotganingizda mana bugun yana Toshkuch Game klubidamiz. Ko'rayotganingizda ichkarida kirishinglar bilan shunaqa atmosfera kutib oladi sizlarni. Hop, dekorlarga alohida ahamiyat beramiz, xursand emas. Keyin zalga tushgandan keyin Groot bilan qo'l oldini manglatdik bugun. Ko'rishingiz mumkin. Birinchi bo'lib shtanga bilan boshladik. Grootga 3 ta podxod 12 tadan ishlaymiz. Love tô com a buraca, abro fronteira, não digo lixo, nem digo asneira. No microfone sou a primeira, vou levantar a minha bandeira. Comemos huevo, esta mangacha muito agressiva. Wege, 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 wege. Wege, wege, wege. Keyingisi ham shtangada ishlaymiz. Bunisi Grootimizni tepasiga beradi. Iloji boricha Grootni chiqazib, yaxshilab siqib ishlashimiz kerak. O'shanda rezultati bomba bo'ladi. Buni ham 3 ta podxod 3 tadan 12 tadan ishlasanglar bo'ladi buni ham. Hop, keyingi etapimiz trosda bo'ladi. Grootlarni ochib, siqib yaxshilab ishlashimiz kerak bo'ladi. Bu упражнениямizda 4 ta podxod 15 tadan ishlasak yaxshi bo'ladi. Ketdi. Zalda tirnab chiqib qoldim. O'zim yoshlikdan o'sgan jigarimni ko'rib qoldim, ko'rishingiz mumkin. Jigarim xuddi shu rezultat qilmoqchi ekan. Xudo xolasa aprelda rezultatni ko'rasizlar jigar dedi. Biz ham qoldi deydi, mayli deb omad tilab qoldik jigarimizga. Menimcha bunaqa hammada bo'lsa kerak. Zalda tanish bilish ko'rib qolishlik katta ehtimol. Bugungi zalimizni ham tugatib oldik. Salomon, charchamanglar, sog' bo'linglar. Ko'rishguncha.